Andijon viloyatida aholini ichimlik suv bilan ta'minlash borasidagi ishlar ko'lami har doimgidan ortgan. Bu o'zgarishlar jumladan Asaka tumanidagi bir nechta mahallalarda yashovchi aholining turmush sharoitini tubdan o'zgartirishga sabab bo'ldi. Xususan, Olaqanot mahalla fuqarolar yig'inida hududning suvlashganlik darajasi 100% ga yetkazildi. Ichimlik suv ta'minoti bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bilan tanishish maqsadida mahallaga tashrif buyurdik. Ushbu mahallada 1017 ta xonadonda 6226 nafar aholi istiqomat qiladi. Mavjud 4 ta ko'chaning barchasida ham ta'minot sifati ko'ngildagidek emas edi. Infratuzilmani shakllantirishga bo'lgan e'tibor natijasida aholiga qulay sharoit yaratilib, ichimlik suvi ta'minotidagi muammolar ijobiy yechim topdi. Bizda 3 ta ko'cha bor, asosan quyi, o'rta va yuqori Olaqanot. Ko'pincha shu o'rta Olaqanot va to'liq bo'lgan bilan quyi va yuqorida qisman bor edi suvlashgan hudud. Endi hozir quyi Olaqanotda ham, yuqorida ham suvlashdi. Mana hozir aholimiz unaqa suv tashib kelib ichishga muhtoj emas hozir. Buning uchun 7,5 kilometr masofaga quvur tortish va bitta suv saqlash inshootini barpo etish ishlari olib borildi. Biz bu yerga ko'chib kelganimizga 20 yilcha bo'ldi. Demak, avvallar ancha qiynalganmiz. Haqiqatan suvga uzoq joydan toshib kelamiz. Ayniqsa ichish uchun mashinada borib olib kelishimizga to'g'ri keldi. Keyin bu yergacha suv tarmog'i tortilmagani uchun ham ancha noqulayliklar sezildi bizga. Mahalladagi har bir xonadonda suv tarmog'i mavjud hozir. Uchochaklarimiz o'rnatilgan, yangicha uchochaklarimiz. Shuning uchun ham demak suvdan oqilona foydalanishga iloji boricha tejab foydalanishga harakat qilyapmiz. Asaka tumani viloyatdagi ichimlik suvi ta'minoti nisbatan og'ir bo'lgan hudud hisoblanadi. Biroq bu hamyurtlarimiz turmush sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Shu bois ta'minot bilan bog'liq loyiha ishlari joylarda davom etmoqda.